Kanikul birinchi kun sizlar nima qildinglar bilmadim. Biz bugun kulolchilikka bordik. Qizimni dunyoqarashi keng bo'lish uchun kanikuldan unumli foydalanishga qaror qildim. Agar sizga qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling va shu videoni bo'lasi bor tanishingizga yuborib qo'ying. Bu joy Anhor Lokomotiv parki bor-ku, Labzadagi o'shani ichida. Kichkina mall parkiga kelganman, lekin aynan bu tomoniga hech ham o'tmagandim. Bitta obunachim tavsiyasi bilan shu yerda topib bordik. O'zi qadimiy joy bo'lsa ham kirsak, qaranglar, Halloween qilib yasatib qo'yishibdi. Qadimiy bilan Halloween zo'r prikol turibdi-da. Kirganimizdan keyin nima yasashimizni so'rashdi. Samina serdechka tarelka tanladi va kiyimlarini almashtirib, jarayon bo'ladigan joyga taklif qilishdi. Nima yasashingiz, qanaqa rangga bo'yashingiz, nima kraskadan foydalanishingizga qarab narxlari har xil bo'lar ekan. Yasash o'ziga biz 150 ming to'ladik, lekin 10 yoshdan kattalarga 250 ming ekan. Kraskaga alohida 80 ming to'ladik. Qizim bilan maza qildik, lekin buni pishirishga yana 2-3 hafta vaqt ketar ekan. Tayyor bo'lgandan keyin olib ketamiz. Qayerga borganimizni kommentariyada atmetka qilib qoldiraman. Yana qayerga borishimizni tavsiya qilasizlar, yozinglar.